Assalomu alaykum, Abror Ali kanalining ashaddiy muxlislari, bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, xunojin ishqibozlari. Shu yergacha videoni ko'rdingizmi? Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin. Sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Biz xudo xolasi kanalda yangimiz. Sizlar uchun manfaatli videolarda olib berishga harakat qilamiz. Sizlarga bugungi kunda chorvadan qancha daromad qilinyapti, nimalar berib boqiladi, men yangi olaman, qanaqa boqish sirlarini men o'rganmoqchiman degan akalarimiz uchun bu videolarimiz manfaatli bo'ladi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, bu buqalarda, xunojillarda qanchaga olingan, nimalar berib boqilyapti, yosh oyliklarni to'liq qilib sizlarga yordam beramiz akalar. Abdujabbar do'stimizda mol firmalariga kelganmiz. Katta emas, mini o'zlari uchun qulay sharoitli molxonalarga kelganmiz. Bu yerda xunojilarimiz bor, buqalarimiz bor. Assalomu alaykum, Abror Ali kanalining ashaddiy muxlislari, chorva ishqibozlari, mana bunday buqa va xunojin ishqibozlari, mana bunday bo'g'oz ishqibozlari. Bugun Abrorjon kanalingizga qisqa va kerakli odamlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib boramiz. Bu yerda necha bo'lgan olinganiga va necha puldan va qanday yem va hashaklar berib borishda to'liq video davomida aytib boramiz. Faqat obunachilar kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib, like'larni bosib tursalaring va podpiska tugmasini bosib qo'ysalaring, hali oldinda hali Abror Ali kanali xudo xolasa hali millionlar bo'lib ketadi. Shuning uchun podpishka qilib turasizlar. Unda biz boshladik. Do'stim, sizni videoyingiz YouTube'imizda birinchi video bo'ladi. O'shaning uchun bizni obunachilarga yoki yangi qo'shiladigan obunachilar uchun bu videolarda to'liq qilib, ipidan ignasigacha nimalar olingan, nimalar berilyapti, shularni to'liq qilib yoritib berasiz do'stim. Bo'ldi. Biz bo'lsa boshladik akalar. Mana bu 1 metr tuqqan. Bu xunojin-a? Xunojin qisir deymiz u. 1 metr tuqqan, olinganiga 3 oy bo'ldi. Hozir yem berib boqish jarayonida va mana bu qisir ekan bu. Hozir yemda ekan. Shved. 1 metr tuqqan-a? Qirg'iz shved. Qirg'iz shved. Mana bu molimiz esa bu ham xunojin bo'lganda, lekin ikkala molimiz bo'g'oz chiqib qoldi. Bu ham 3 oy bo'ldi olinganiga. Bunga ham 3 oy bo'ldi. Bu o'zimizniki. O'zimizda mesni. Mana bu molimiz ham. Bu ham xunojin. Hozir lekin bu ham bo'g'oz, 4 oylik. Bo'g'oz chiqib qoldi. Bu ham bo'g'oz chiqib qoldi. Bo'g'oz. Mashalloh akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turish esdan chiqmasin akalar. Endi xudo beraman desa hech gap emas ekanda, Abrorjon. Albatta. Mana bu novosimiz esa 1 yil bo'lgan olinganiga endi mana shu holatga yetib keldi. Molimiz juda og'ir holatda edi. O'shanda qiziqishga olib qo'ygandim pul arzonligi uchun. Hozir 1 yil bo'ldi, mana shu holatga yetib keldi. Bu novosimiz hali o'sadi, xudo xolasa. Xudo xolasa akalar. Qarang. Buni olinganiga 1 yil bo'libdi. Mana bu 5-molimiz. Bu ham xunojin. Boqimga tashlangan. 3 oy bo'ldi olinganiga, hozir o'zi yetilib qoldi. Mana bu xunojinimiz toza shvedniki. O'zimizda akalarimiz olib kelib berishgan. Mana akalar, baldoqlarda sirg'alar bor. Sirg'alari bor. Bu yana o'sayapti. Oyoq qo'li baquvvat, haqiqiy toza mol bo'ladi. So'ygani ham, lekin ozmuncha go'sht qilmaydi, ko'p go'shti. Ko'rib turibsizlar, yana o'sadi. Bu ham 3 oy bo'ladi. Mana molimiz bu ham 3 oy bo'ldi, lekin holati ancha og'irroq, bo'kib qolganda endi o'z holatiga yetib keldi. Mana akalar. Bu esa novos. Novosimiz olganimizga ro'parasi 7 oy bo'ldi. 7 oy. Bu ham kichik edi, holati kichkina edi. Holatga yetib keldi. Bu dalada yuradi. Endi 3 oy bo'ldi olib kelganimizga. Boquvga tashladi. Mana ekan, turishini qarang. Like bosib qo'ysangiz bo'lmaydi. Do'stim, bularda obunachilarimizni zeriktirib qo'ymaymiz. O'shaning uchun bularda yoshliklarni bir qator aytsangiz. Bu endi siz olganingizda qanaqa edi, hozirgi holatda qanaqa?
Bu buzoq edi. Hozir ham buzoq. Endi ekitishga yoryapti. Ekitishga Bu yoryapti. hali yana o'sadi bu molimiz. Kallasi katta, shuning uchun shved toza qirg'izniki. Yana o'sadi bu. Olganimizda hali buzoq edi. Endi 2 yasharga tish buzyapti. Bu ham ekitish. Bunisi ham ekitish. Olinganida ozg'inroq holatda edi. Holati Ha, yomonroq-a? holat chatoqdi, lekin hozir yaxshi holatga yetib kelib qoldi. Ancha eti bor, ancha ves qildi. Mana akalar, sizlar uchun eksperiment haligi bu mol ozg'in ekan deb haligi bozorda qaytish yo'q-da. Misol uchun boqsalaring, yedirsalaring yaxshi o'zgaraveradi. Bu shvetimiz qirg'izniki. Kichkina edi bu. Ancha bo'yi pasidi, ancha o'sdi. Buzoq edi, bu ham endi ekitishga yoryapgan bo'lsa kerak. Ham tug'gan yo'q. Endi bu esa bu ham xuddi shunaqa, hali buzoq bu. Yana o'syapti. Ko'ryapsizlarmi? Oyoq katta mol bo'ladi bu, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar? Keng, o'ta keng. Kelar videoda ko'rinmasligi mumkin, lekin hayotda haqiqatan Novvosimiz bu qani Alloh xohlasa yaxshi videoni keladi. beradigan nojinimiz. Novosimiz ham operatsiya 1 yil 10 oy deylik, 10 oy bo'ldi ishkilida. Olganingizda necha oylik edi bu? 3 oylik, 4 oylik edi. Yana da ajragan ekan. Bu endi ekitish bo'lsa kerak. Bu endi bo'g'oz qornida bolasi bor, 6 oylik. 6 oy. Bu ham ekitishga Holatini bo'lgan yosh, mana kalla boshi chiroyli ko'rib turibsizlar. Yaltiragan, haqiqiy pokiza mol ekan. Qandaydir joyi ham toza turadi. Bunaqa mollar ko'rsam mana shuni qo'yib moloyim kelaveradi. Ko'rib turibsizlar? Mollari bu ham 7 oylik bo'g'oz ekan. Xudo xolasa yaqin turibdi. Bu bitta tug'gan, ekitishdan menimcha 4 tushmikan yo undan yashroqmi? To'liq ma'lumotini oxirida ko'rsatamizda. Bu ham qirg'izniki. Olganimizda 3 oy oldin olganmizda buni. Ikki tish bo'lganmi? Bitta tug'gan ekanda. Bo'ldi, do'stim, buni yoshliklari hamma uchun tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Bularga endi ertalabki ratsionimizdan nimalar berilyapti, obedda nima beriladi, necha mahal qaraladi, shularni bir qator hozir do'stimizning o'zidan olib beramiz akalar. Bu Akalar, nimalar berish haqida endi gaplashamiz akalar. Shuning uchun do'stim, ertalab nima beriladi, nima berasiz va nimalar bermaysiz? ertalab bularga soat 8 da bir tog'orada, masalan 6 kilo, 7 kilodan silos beramiz har bittasiga. Novos sal ko'proq beramiz. Endi boshida 10 kilodan silos berardik. Ko'proqdan 2 kilogramdan ana berardik. Makka, bug'doy va arpa aralashtirib un qilib kepak o'rnida sepib berardik. Boshida. Endi hozirga kelib 3 oy o'tgan bo'lsa, mollar yetilib bo'ldi. Hozir sotiladigan darajaga yetib keldi. Mana shu bitta molimiz bor. Shu o'zgarmay turibdi. Bu bo'kib qolib, 3 oy o'tib ketib, endi o'ziga to'g'rilanyapti. Har bittasiga 2 kilogandan shu 2 kilogram shu aralashma ratsionida arpa, bug'doy va makka aralashmasi aralashtirib berardik un qilib. Keyin bir oy berganimizdan keyin bizga ozgina qimmatli qildida kepak bilan kunjara berishni boshladik. Kunjara ham hozirlab qoldi-yu. Kunjara birlaganchadan beramiz. 1 kilo chiqmaydi-da u. Endi hozirga kelib endi hozir 3-oyga o'tgan bo'lsak, 3-oydan qo'ylar mollar semirib ketdi, endi yog' bosib ketadi, ko'p yemasa. Shuning uchun kepak bilan o'zini ko'rimi bo'lar ekan, spesialni tayyorlatilgan. Ash ko'rimdan beryapmiz, birlaganchadan. Birlaganchadan har biriga. Birlaganchadan har birida. Boshida ikkilagan shu aralashma ratsionda. Ular un qilib berilgan, ha? Va birlagan kepak.
Ha, Maydalangan holatda berilgan. ertalab. Ertalabga. Endi mana bu ko'rib turibsiz, poxol turibdi. Bu mollar suyibiydi. Hozir sop qo'yganimizga ahamiyat bermasizlar. Buni abitgacha hali tozalab, yalab, uxurni chista qilib qo'yadi. Poxol tashlaymizda, poxol pirisdi. Bo'lib tashlab, har bitta 8 ta molga bitta pirs yetadi. 8 ta molga bir mahalga bitta pirs yetadi. Keyin hozir tog'orada 8 kilo yo 7 kilo ag'bag'ida silos tashlaymiz ustiga. O'zimizni jaydarib silosdan beramiz, a? Ha, o'zimizni maydalangan, ichida doni bor. Ana bu ahamiyat berasizlar. Silosda ham ana makkasi butun bo'lsa, bilsalaring o'tib ketib qoladi, axlatidan. Iloji boricha silosda ham ko'rib, mana bu makkasi bor, doni maydalangan bo'lishi kerak-da, Abror. O'shaning uchun ko'rib, uni ham dit bilan olish kerak. O'shaning uchun mollarimiz hozir yaxshi o'zgardi. Uchida effekt yaxshi berdi. Mana shu mollarimiz o'ta voradi. Mana mollarimiz ko'rib turibsizlar. Endi xudo xolasa bularni endi bozorga olib chiqib sotamiz, lekin bo'g'ozda qoladi, xudo xolasa sirq olib qolamiz. Ha, buni olgan summalaringiz aniq esingizdami yoki? Esimda. Mana molimiz 13 million bo'lgan. Bu 13 millionga olingan. Bu esa 11 million. Lekin hozir bu bo'g'oz. Bo'g'oz hozir. Hozir 20 million bor. Inshaalloh buqa tug'ib bersa, o'zi buqasini o'zi bu tannarxiga to'g'ri kelaveradi. 1,5 million atrofida. 1,5 million. Bu 4 millionmi, 4,5 million bo'lgan. Hozir 10 million ustida bo'lsa kerak. Ya 10 million ustida ancha baland u. Endi mana bu molimiz 9,5 million pul bo'lgan. Hozir Bu ham bo'g'oz, a? bu ham bo'g'oz. Endi bu mana bu shvetimiz ro'parasa 1000 dollar bo'lgan. Chunki qimmat mol. Endi bilasizlar, qirg'iz moli qimmat, bizga qimmat o'tadi, shuning uchun puli ham qimmat bo'lgan. Hozir bunisi bo'g'ozmi, narigisimi? Manasi bo'g'oz. Narigisi bo'g'oz, a? Bu esa 10 million bo'lgan. 10 million bo'lgan, lekin molimiz ham yaxshi ketyapti turadi. Nimadir bo'ldi-da, endi qoldi. Yashil keldi mollarga, shuning uchun. Bu buqachamiz-chi? Bu buqamiz 10 million esimda yo'q. 7 oy oldin 10 million oshib oladi. Hozir 20 million. Hozir 2 baravari narxlar qimmatlab ketdi, akalar bilgan bo'lsalaring. Bozorda ham, misol uchun YouTube'ga chiqarilayotgan mollar ham qimmatlab ketdi chorva. O'shaning uchun oldingi narx bilan hozirgi narxda anchagina farqi bor. Mollar yaxshi xudo xolasa. Abid bu necha mahal qaraladi bular? Bular 2 mahal qaraladi. 2 mahal, a? Ertalab abiddami yo ertalab kechqurunmi? Ertalab kechqurun. Kechki payt 5 da, ertalab 8 da. Shu suvni kechki payt beriladi. Birinchi sug'orib turib, keyin yem-ashagini qaraladi. Vaqtimiz ketsa 8 ta molga uzab ketsa 1 soat yoki 40 minutda berib boshqa ishlarimizni qilib ketaveramiz. Bu akalar chorva biznesi, chorvachilik bu haligida bu ish emas-da, yo kasb emas yoki hunar emas. Bu to'plagan mablag'ingizda o'stirish maqsadida buni o'zingiz ham qarashingiz mumkin, oilangiz ham qarashi mumkin. O'shaning uchun chorva olsangiz doim baraka qilaverasiz, pulingiz o'saveradi akalar. Pul saqlamasdan maslahatim ikkita bo'lsa ham yosh hunajini olib baylab qo'ysa, o'sha mollar 6 oy yoki 1 yil davomida shu pullar 2 barobarga o'sadi. Xolasa inshaalloh. Buni kechki ratsionimizga nima beramiz? Kechki ratsionga xuddi shunaqa. Kechki ham shunday. Xuddi shunaqa. Kechki ham shu silyos, ha? Ha, o'sha yarmida, masalan, hozir kechki payt ozroq yeydi. Ozroq, ha? Yarmidan yem beryapmiz-ku. Hozir ikkilagan berayotgan bo'lsa, 2 kilo berayotgan bo'lsa 1 kilo yeydi. 1 kilo yeydi. Lekin silos anolari joy-joyida. Tushunarli. Bularga ham shu somonga aralashtirib siloslarimizni beramiz. Poxolmi? Poxollarimiz. Poxolga. Ha. Poxollarimizga aralashtirib. Somon bor edi, somonimiz tugadi, endi poxol. Poxol berilyapti. Poxol 4000 so'mdan oldik. 4000 so'mdan.
ko'ryapsizlarmi? Baraka qayna. Gap yo'q Shuning akalar. uchun- Like bosib, kommentariyada olovchilarni jo'natib turasizlar akalar. Biz bilmagan, biz so'ramagan ma'naga qanaqadir so'zlar yoki gaplar bo'lishi mumkin yoki talab va takliflaring bo'lishi mumkin. O'shalarni to'liq qilib kommentariyaga yozib qo'ysalaring, biz ham bilmagan narsalarimizni sizlardan yoki sizlar bilmagan narsalarni bizda o'rganasizlar. Shuning uchun bir-birimizga poddeska qilib YouTube'imizni yurgizganimiz yaxshi-da. Yaxshi. Endi molga ham bir kulfat kelib qoldi, yashil tegdi-da. Ana shunda ancha odamlar molni olib ketdi. Cho'chimanglar, mol yashil kelishidan endi kasalliklar aniqlandi, dori-darmonlari. Xudoga shukr, hozir past hammasi kasal bo'ldi, lekin tuzalib ketdi. Hozir hammasi Yaxshi o'zgaryapti. Endi dorisi qilganda birinchi o'rinda kuchlisidan boshlash kerak. Va oyog'iga sho'r suv, o'zini sprey bo'ladi, ko'k, zelonka yoki shunaqa dorilardan, xlorlardan sepib dezinfeksiya qilib turish kerak. Endi Bu narsani nimaga yozib qo'ygansiz do'stim? Bu Abrorjon, bu saralka unaqada, nima dizel. Har xil kasalliklar va nima deydi, viruslardan saqlab turar ekan. Biz ham bilmasdik, yaqinda bildik. Katta shunaqa xuddi YouTube'dan ko'rib osib qo'yganmiz. Endi ko'p narsani saqlar ekanda, masalan, viruslardan, har xil kasalliklardan, Havodan yo'qolgan kasalliklardan. Bu arzon va qulay usuli. Bu har bir misol uchun o'zingizda bo'lmasa, katta yuk mashina qo'shningizda bo'lishi mumkin yoki o'sha yon atrofda bo'lishi mumkin. Shuni osib qo'ysalaring havoda yo'qolgan kasalliklarni 1 litr olsalaring bu 1 yil 2 yilga ham yetadi. Ozgina yomon bo'lib ketsa, o'zini dozasini yo'qotsa, har 6 oyda bir to'kib yangilab tursalaring ham bo'ladi yoki buni uvol qilmasdan yoqsa ham bo'ladi atalasiga. Bular keyin atala yemagan, faqat siloz va yem va poxol yeb o'zayotgan buqalar va nojilarimiz. Akalar, bu shu ratsion ancha qulay variantda. Kimdir boshqa atalar qilib berishi mumkin. Bular uchun shu arzon varianti, qulay varianti. Kimgadir unday, kimgadir bunday. Shuning uchun bu akamiz shu ratsion bo'yicha buqalarimizga, xunojilarimizga yem beryaptilar. Shunchalik o'zgardi akalar. Endi atalar berish asli yaxshi, lekin biz vaqtimiz yo'qligi uchun, vaqtimiz bo'lmasligi uchun shunaqa tartibini, shunaqa ratsionni tanlaganmiz. Oson va qulay. Silos to'kib qo'yganmiz, mashina kirib to'kadi va traktor tepkilaydi shu. Biz tog'oraga solib kiramiz, so'monni solib, 2 mahal qarab qo'ysak bo'ldi molga. Shuni o'zi yetadi. Endi atalar qilib bersalaring ham bo'ladi. Qanaqa molga? Masalan, buqalarimizga xuddi shunaqa 2 yoshda masalan o'sayotgan buzoqlarga va ozg'in sigirlar, masalan o'zgarmayotgan sigirlarga atalar bersalaring o'zgarishi tez bo'ladi va semirishi, nima deydi, o'ziga semirishi, jir bitishi tez bo'ladi, xudo xolasa. Akalar, endi qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xato kamchiliklariga nima deydi, ahamiyat bermaysizlar. Kameraga endi birinchi chiqishimiz, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa yanada mollarni sotib yangi olib kirganlarimizni ham qo'yamiz inshaalloh. Sotib ko'paytirish. Endi molxonamiz ozgina kichkinalik qilyapti, mini molxona. Ishonchi hali kelajakda yana bir tomonga qaratib mol nima deydi, molxona qurish niyatimiz bor. Bo'ldi. Akalar, videomiz kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz akalar. Videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lish tugmasini bosib turasizlar. Kanalimiz yangilik uchun, ko'tarilib rivoji uchun ozgina bo'lsa ham hissalaringni qo'shsalaring, xursand bo'lamiz akalar. Bu yerda yana to'liq ma'lumot sizlarga yetib bormagan bo'lishi mumkin. Keyingi videolarda xato kamchiliklar bo'lsa, to'liq qilib yoritib berishga harakat qilamiz akalar. O'shancha xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz akalar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish tugmasini
Hozir shu esdan chiqmasa kerak.